Janob energetika vaziri Mirzomahmudov nima qilyapsizlar bu davlatni, xalqni ahmoq qilib, a, cheklash degan narsang nima u? Sen yozi bilan soyani qo'yuvni yotsangdag'ini bironta ish qilmasdan qishqa kelgandan keyin cheklash berasanmi? Xalqni qiynab, qilsang qil, o'nglab bo'lmaydigan bo'lsa bo'shatib qo'ymaysanmi o'rningni? Udda bilan qiladigan odam keladi. Gazni yo'q qilib, energetikani foydalanadi, energetika yoqadi deysan. Shuncha ko'p bo'lsa nega o'chiryapsan bo'lmasam? Energetika, gazdan energetikan ko'p bo'lsa. Avval xalqni ta'minlab qo'yda, keyin eksport qil. Tojikistonga, Afg'onistonga, qayerga eksport qilayotgan bo'lsang. Oldin bizni ta'minlab qo'y. Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Kerak bo'lsa sendan talab qilishga to'laqonli huquqimiz bor. Bir qilmagan endi namoyish qilyapti, ko'chaga chiqib, xalqni ko'tarib, norozichilikni prezident ko'rsin uchun qilishimiz kerak endi buni. Kerak bo'lsa buni ham qilaylik. Ozodlikdan chaqiramiz jurnalistlarni. Telekanallardan chaqiramiz. Bu nima bu? Bir kunda 3 marta, 4 marta o'chiryapsan. Ta'minlayolmasan, qilolmasan, qo'lingdan kelmasa yig'ishtir. Sendan boshqasi ham qiladi. Yozi bilan qancha mini elektr stansiyalar qursa bo'lar edi. Kerak bo'lsa har bir tumanni o'zini ta'minlaydigan, o'ziga yetadigan elektr stansiyalar qursa bo'lar edi. Gidroelektr stansiya. Shuncha ajratilayotgan mablag', shuncha xalqdan olinayotgan pullar qayerga ketyapti? Sovuq kunlar kelgandan keyin o'yiningni qilasan, ishingni nima qilib? Jizzax viloyatining Arnasay tumanidan chiqyapman, Chinobod mahallasidan. Rayonni markazini hokimlikini yoqib qo'ygansan, prokurorniki yoniq turibdi. Faqat qishloqda tuman markazlari o'chmaydi. Qishloqlarni o'chirasan degansanmi sen? Kimni enasini mahriga tushgan bu qishloqdagi xalq? Nima qishloqdagi odamlar fuqaro emasmi? Bular inson emasmi bular? Senga o'xshab yashashga haqqi yo'qmi bularni? To'laqonli elektrdan, gazdan foydalanib. Undan o'tib beradigan bo'lsang, bermay yig'ishtirib tig'ib qo'y, keladi tiqadigan joyga uni. Nima qilasan? Ahmoq qilib. Bir kunda 3 soat, 4 soatlab o'chirib. Ishlasang vazifangni halol bajar. O'chirsang shaharlar ham o'chsin, rayon tuman markazi hokimniki ham prokurorniki ham o'chsin.
Hammaniki birday o'chsin. Ya ulardiki o'chmasa biznikini ham o'chirmaysan. Ana shunday. Ozodlikka chiqaraman endi. Butun dunyo ko'rsin O'zbekistondagi ahvolni.